Hammaga salom bolalar, sizlar bilan Tinegsiz bolalar. Qarovchi bugungi videoda sizlar bilan Brawl Stars'ta kelib chiqishi va uni qanday qilib bunchalik mashhur o'yinga aylanib ketish haqida gaplashamiz. Video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishingizdan chiqmasa, bu meni birinchi videom. Keyingi video nima haqida bo'lishini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Qani bo'lmasam ketdik. Birinchi bo'lib Brawl Stars'ning nomiga qarasak, bu Brawl birinchi jang degani, Stars esa yulduzlar, ya'ni yulduzlar jangi degani. Nimaga bunaqa? O'zi Brawl Stars boshida chiqqanda faqat ikkita personaj bo'ladi. General Gauss va 8-bit, ya'ni 8-bit. O'yin syujeti nimadan iborat bo'lgan? Sizlar General Gaussdan buyruq olardinglar va koinotda jang qilardinglar. U конечно odamlarga hech kimga yoqmagan, hamma o'chirib tashlagan. Supercell uni boshida o'chirib tashlamoqchi bo'lgan. Brawl Stars'ni Supercell o'chirib tashlamoqchi bo'lgan. O'yinga odamlar qiziqishi kam bo'lgan. Lekin Brawl Stars'ni o'chirib tashlamagan va 2017-yil biz bilgan Brawl Stars'ning eng ilk versiyasi chiqqan. U даже Brawl Stars'ning 2017-yildagi versiyasi vertikal bo'lgan, ya'ni Clash Royale'ga o'xshab o'ynaladigan bo'lgan. Keyin 2018-yilda buni to'g'irlashgan, ya'ni biz o'ynaydigan Brawl Stars'ning ilk versiyasi o'shanda 2018-yilda chiqqan. U payt faqatgina kanalda uchun chiqqan edi va siz faqatgina u Brawl Stars'ni iPhone'da o'ynay olardingiz. Na telefonda, na kompyuterda. Va bu ham yetmaganidek, Brawl Stars'da juda ham ko'p buglar bor edi. Qanday bugligini aytmayman, yaqinda Brawl Stars'ning eski versiyalarida bo'lgan buglar haqida ham video chiqadi. Kanalga obuna bo'lib ko'ringlar shuning uchun. Brawl Stars jar yoqasiga borib qolganda Supercell bitta aqlli ish qiladi, ya'ni Brawl Stars'ga Brawl Pass'ni qo'shadi. O'sha paytda gamega sotib olish mumkin bo'lgan, bu odamlarni qiziqtirgan va bunga qo'shimcha qilib yangi yilga Brawl Stars'da Edgar'ni tekin qilib berishgan. Bu ham odamlarni o'ziga jalb qilgan, Brawl Stars o'yinchilari ko'paygan, Brawl Stars'ning daromadi ham ancha oshgan. 2019-yil hammasi bo'lib 7 ta Brawler chiqqan. Mana ekranga chiqarib qo'ydim hammasini. Ulardan Roza ham 2019-yil chiqqan. Roza chiqqan yili hamma faqat Rozada o'ynaydigan bo'lgan, chunki Rozani juda kuchli ishlab yuborishgan, keyinroq uni kuchsizlantirib yuborishgan. 2022-yil esa hamma ishlarni olib tashlashdi. 2024-yilda esa ularni bir event sifatida o'yinga yana qaytarishdi, lekin bu safar abadiyga emas. 2025-yil ularni yana o'yinga qaytarishdi, butunlayga. Endi ularni olib tashlashmaydi menimcha, lekin baribir avvalgi eshiklarga hech qaysi yetmaydi. Shundaymi? Men fikrimga qo'shilsanglar bitta like bosib qo'yinglar. Brawl Stars haqida bilgan hamma narsalarni shular edi. Video boshida aytgandek, bu mening birinchi videoyim. Hamma kamchilik va xatolarni kommentariyada aytib qo'ysangiz, men keyingi videoda ularni to'g'rilashga harakat qilardim. Hammaga xayr, obuna bo'lib qo'yinglar.